Assalomu alaykum hammaga. Meni kuzatuvchilarga. Ona diyorimizda soat minglari 5:24 o'tganini ko'rsatmoqda. Erta tongdan qayerga ketayotgan bo'lishi mumkin. Osh ketsanglar, oshga bunaqa kiyimda borilmaydi. Erta saharda qaymoq olgani ketyapman. To'g'risini aytganda, qaymoq yeyishni rosa yaxshi ko'raman, ayniqsa issiq non bilan. Shunday ekan, hozir Chig'atoy darvozaga yo'l olaman. Qaymoq va issiq non olganim. Xullas Chig'atoy darvozaga ham keldim. Endi xudo xolasa hozir qaymoq non olsak, ustiga alamur bo'ladi. O'zgarib ketibdi. Remontga ketyapti. Xullas hozir bitta mashina yo'ldan o'tib olsak, endi peshxoddan o'tishimiz kerak. Aytishadi, yo'l qoidasi bu umr foydasi. Hamma yoq chang bo'lsa yotibdi. Hamma yoqda remont ishlari. Xolasi qaymoq bor. Hamma yoq. Tarvuzlar ham bor. Xohlaganinglar bor. Hozir bozorchani kichkina qo'rab qo'yishgan. Oldin katta bozorcha bo'lardi, hozir kichkina qilib qo'yishibdi. Xullas, qaymoqga kiramiz. Nonlar ham bor. Nima olamiz? Qaymoq ham olamiz. Ana undan keyin uyga ketamiz. Nonlar, ovqatlar, qaymoqlar. Mana shunaqa gaplar. Qaymoq oldik. Xullas o'rtoqlar qaymoq oldim. Endi qaytyapman. Ana qaymoq, mana non. Issiq non oldim. Baxtimga issiq non kelib qoldi. Hozir qaymoq bilan issiq non voy zo'r ketadi. O'shaning uchun qaymoqni ham ikki xili bor. Oq qaymoqdan oldim. Mazza qilib yeydi. Odam ko'chada bo'sh. Xullas, erta tongdan turamiz. Biz bu yerga necha turasiz? Bir 11 da tursangiz kerak deydiganlar bor. Vohli turaman. Ana shunaqa.